Astar Media. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Astar Media YouTube kanalida Assalom TikTok loyihasining 3-soni yana efirda va men boshlovchingiz Aziz. Bugungi mehmonimizni tanishtirishdan oldin bizning hamkorlarimiz bilan tanishib olamiz birma-ketin. Qani, ketdik. Azizlar, Kingdom Education'dan ajoyib tanlov. Shahrimizning markazida joylashgan Kingdom Education markazi barcha yoshdagilar uchun o'z xizmatlarini tavsiya etadi. Markazda aniq fanlar, matematika, ximiya, fizika, biologiya, tarix va ona tili adabiyot, shuningdek rus tili, ingliz tilidan malakali mutaxassislar ta'lim berib kelmoqdalar. Darvoqe markazda abituriyentlarni oliy ta'lim muassasalariga tayyorlash ham yo'lga qo'yilgan. Undan tashqari Kingdom Education markazi Pre-IELTS, IELTS'ga tayyorlov o'quv kurslarini ham taklif etadi. Kingdom Education'da shuningdek 2,5 yoshdan katta bolalarning intellektual salohiyatini oshirish va ularni maktabga tayyorlash o'quv kurslari ham yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, markaz qoshida Kingdom Kindergarten nomli maktabgacha ta'lim muassasasi tashkil etilgan bo'lib, 5 kun ichida 2 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolajonlarga mohir qo'llar, ingliz tili klubi, tasviriy san'at, gimnastika va ko'plab mashg'ulotlar taklif etiladi. Kingdom Education Zone. Manzil: Toshkent shahar, Xalqlar do'stligi ko'chasi 11-A uy, Istiqlol san'at saroyi ro'parasi. Hozirgi kunda tadbirkorlik yaxshi rivojlanmoqda. Shuningdek, yosh tadbirkor Abduhalil Halilov Turkiyaning yetakchi kiyim-kechak sanoat kompaniyalari bilan birgalikda kiyim-kechak va poyabzal ishlab chiqarish sanoatini yo'lga qo'ymoqda. Abduhalil Halilov Turkiyaning Istanbul shahrida kiyim-kechak va poyabzal ishlab chiqaruvchi zavod va fabrikalari bilan qo'shma korxona qurish maqsadida bir qator shartnomalar imzoladi. Tez kunda Halilovlar sulolasi brendi asosida ishlab chiqarilgan sifatli erkaklar kiyimi va poyabzalni Halilovlar sulolasi do'konlaridan sifat va qulaylikni his qilgan holda xarid qilishingiz mumkin. Halilovlar sulolasi sifatli kiyimlar brendi. Assalom TikTok loyihasining bugungi mehmoni xonanda, aktrisa, top model desak ham bo'ladi. Albatta. Fashion house'ning ichida yurgan inson hamda business woman, sharqona harorat kuychisi, latofatli Miss Leyla. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Charchamasdan. O'zinglarchi charchaman deylarmi? Bo'ladi. Qanaqasiz? Yaxshi, rahmat. Kayfiyatlar qanaqa? A'lo darajada. A'lo darajada ro'zalarni tugatib olib, Alhamdulillah. pozitivniy kayfiyatda keldingiz. Mana endi Xudo xolisa astoydil ijod olamiga sho'ng'ib, Xudo xohlasa yana yangiliklar qilib muxlislarimizni xursand qilamiz degan umiddamiz. Inshaalloh nasib qilsin hammamizga. Rahmat. Inshaalloh. Savolga o'tamizmi? Bemalol. Hammani bitta savol qiynayapti. Xo'p. Men o'zim Instagram sahifamda joylashtirganimda ham ko'p savollar keldi. Endi sizni boshlang'ich jarayoningiz bilan hozirgi jarayonni ko'pchilik bilmas ekan va bitta savol bo'ldi, keldi menga. Leyla o'zi kim? Qayerdan? Nega aynan Leyla degan taxallus? Taxallus emas, ism bu. Endi mana bo'ladi-ku, ko'pchilikda pasportda boshqa ism, lekin hayotda boshqa, ya'ni ism o'zgartiriladi. Shunaqa, menda taxallus deb, mana bir xil minoy taxallus deb anaqaladi-ku menda, lekin o'zim ismimda. Xudo xohlasa. Qayerdan? Qachon? O'zim Toshkent viloyati Chirchiq shahrida tug'ilganman. Lekin sanasi sir, chunki o'zimdan ko'pchilik so'raydi, yoshingiz nechida deb. Ammo bitta psixologga shu borib yurganimda ular aytgan, hech qachon Leyla yoshingiz yetmaydi, chunki maqtash emas, boshqa emas, nimagadir ko'pchilik o'zim yoshim aytsam, anaqa yosh ko'rinar ekansiz, o'xshamas ekansiz deydi, bari ko'z bor narsa. O'shaning uchun harakat qilaman shu yosh aytmasdan. Ayol kishidan qizlarda o'zi yosh so'ralmaydi, har doim 18 yosh. Hayotda siz pozitiv insonsiz. Albatta, juda ham. Juda ham. Va hozirgi beriladigan savolim, yoshlikda qanaqa bo'lgan Leyla? Ko'pchilik hozir qisib qo'yapti. Hozir pozitivniysiz. Pozitiv, bolalikdan energiyaga to'la. Voy, bolaligimdan sho'x-shaddod, dangal gapiradigan, qo'rqmas, qanaqandir bola boshidan deydi-ku. Shuning uchun xarakterim shunaqa, erkatoy bo'lganman, chunki bizani oilada, misol adam tomonidan faqat o'g'illar tug'ilavergan, o'g'il nevaralarda. Qiz tug'ilmagan, keyin hamma qiz kutganda, o'sha kutganda men tug'ilib qolganman.
o'shaning uchun hamma mehr berib erkalab juda ham erkatoy bo'lib ketganman, lekin erkak bo'lib unaqaja oshirib yubormayman. Qanaqadir xarakterimda seziladi, beg'uborlik bor, erkakligim bilinadi. Katta bosh farzand bo'lsam ham, lekin misol uchun farzandlarning ichida qanaqadir baribir o'sha o'zimni pozitiv, o'sha erkak xarakterim bilan ajralib turaman. Otasini erkak qizi deydi. Shunaqa. Maktabda qanaqa bo'lgansiz? A'lochi. Juda ham tarbiyali, namunali, ota-onamga rahmat. Avvalambor shunaqa chiroyli tarbiyalarni berib, shu kamol topishimda o'zlarini baribir ota-onani har birimiz bilamiz. Baribir oilada farzand tarbiyasida ota-onani o'rni juda ham katta. O'shaning uchun avvalambor mana shu bizani dunyoga keltirgan ota-onalarimiz umrlari uzoq bo'lsin deymiz. Va albatta men ham ota-onamga rahmat deyman. Shu darajaga yetkazib, shunaqa chiroyli tarbiyalarni berganlari uchun hayotda o'z o'rnimga juda ham bir qaysi ijobiy tomonlama erishib, Xudoga shukr, faqat xatga borsam ham tarbiya bergan ota-onangizga ming rahmat degan gaplarni eshitaman. Bu albatta men uchun baxt. Undan keyin ota-ona ham misol uchun farzandni umid bilan dunyoga keltiradi. Farzandimni ketidan faqat yaxshilik qolsin, yaxshi gaplar eshitiy, rahmat eshitiy deyishadi. Ko'p eshitishadi ketimdan. Eshitishadi. Mana modalar uyimni ochganda onamlar, onajonimlar o'tirdilar. U yerda men o'zimning vaqtim bo'lmasdi, onajonim o'tirib, shu keldi, ketdi. Salon magazinlarimda o'zlari hamma bilan o'sha xodimlar bilan ham, kelgan mehmonlar bilan ham, klientlarimiz bilan ham o'zlari o'sha suhbat yuritib, anaqa voy sizni qizingizmi juda ham unaqa tarbiyasi yaxshi, muomalalari yaxshi, o'zini bosib olgan kamtarin qiz, baraka toping deb ko'p pullarga yetishgan. To'y hashamlarda ham mana o'z 3 ukamni uylantirgan bo'lsak, hammasi o'zim bosh bo'lganmanmi? Unda ham kim kelsa qarindoshlarimizgacha baraka topib shunaqa qiz o'stirib qo'yibsan, ham o'g'il ham qiz deb ko'p eshitishadi. Bu maqtash emas. Men demoqchi bo'lganim, baribir misol farzandam o'ylar ekanda mana. Dunyoga kelib, men nima qildim? O'zimdan nima qilyapti? Qanaqa yo'ldaman? To'g'rimi, egrimi? Misol uchun ota-onamga qo'ldan kelgancha qanaqadir ozgina bo'lsa ham ularni shu xursand qiladigan nimalarni qildimmikan degan savol baribir inson o'ziga berar ekanda. Men o'shaning uchun ko'p juda ham o'zimni hayotimni analiz qilaman-da. To'g'ri ish qilyapmanmi, to'g'ri gap gapiryapmanmi deb o'sha hammasini analiz qilib chiqqanimda, lekin xursand bo'ldim. Shunaqa hammasi Allohga shukr ijobiy bo'lgani uchun undan xursandman. Ota-onamning roli katta baribir. Ularga rahmat deyman. Shunchalik onajonimlar, ayniqsa baribir qiz bolalarning tarbiyasida onaning o'rni katta. O'shaning uchun onajonimga avvalambor rahmat deyman. Birinchi o'rinda shunaqa tarbiya berganlar uchun. Boshida bilasizmi, bolaligimdan qanaqangi men unaqa to'g'ri beg'ubor o'tgan, lekin men ko'p joylardan mahrum bo'lganman. Qanaqa qarindosh urug'larnikiga borish yo'q, ko'chalarga chiqib o'ynash yo'q. Faqat uyda o'tirib 5 ta bu farzand bo'lsa, eng kattasi men bo'lsam, undan keyin 3 ta o'g'il, bitta qiz bo'lsa, har bittasiga qarab osh-ovqatini yig'ishtir, kirini yuv, dazmol, hamma mas'uliyat menda bo'lganmi? Men xafa bo'lardim-da, nimaga hamma mazza qilib ko'chada o'ynab yuradi, qarindoshlarimniki borib kerak bo'lsa oylab mana kanikulada yotib qolish, nimaga men chiqatga bormayman? Yo'q, behisob shukr, mana shu tarbiyani olgan ekanman, kam bo'lmadim, san'atda yursam ham to'g'ri yo'ldaman, Allohga shukr. To'ydagi sharoitligingizga qaraganda maktabda bichishlar bo'lgan? Voy, to'g'risi o'g'il bolalar mendan qo'rqardi. Nimaga deganda 3 ta o'g'illar ichida o'sganmanmi, hech qachon o'zimni xafa qildirmaganman-da, shu kalta yesam, hattoki ko'zlarim ko'karganda, ishonasizmi? Shunaqa urishganmi ukalarni, oyim qo'ysan, qiz bolasan, o'g'il bola bilan teng kelma desam, nimaga men o'zimni xafa qildirib qo'yishim kerak? Yo'q, men hech kimdan kalta yemayman, men hech kimdan anaqa qilmayman, gap eshitmayman deb har doim o'zimni samazashita bo'lgan. Men hattoki karatega borganman, o'sha darsga, o'sha anaqaga. Karatistka bo'laman, o'zimni himoya qilaman, ko'chada menga bittasi yomon gapirsa qo'ymayman deb. Demak, san'atkorlar ehtiyot bo'linglar. Yo'lingizdan chiqib qolsalar yomon bo'ladi. Yo'q, lekin hech kim bilan urushmayman, har doim ijobiy hal qilib, lekin ko'rishimdan ko'pchilik aytadi, "Voy, rosa ham ko'rinishingiz kibrli, jahldor, odam mensimaydigan", ko'pchilik aytadi menga shunaqa. Endi hayotda shunaqa yurmasangiz ham bo'lmaydi-da. Chunki har qanaqa vaziyat bor, har qanaqa insonlar bor. Misol uchun hozirgi vaqtda ayniqsa sal bo'shlik qilsangiz, boshingiz ustiga chiqib olishadi. O'shaning uchun misol uchun yaxshi insonlar samimiy muomalada bo'laman. Misol uchun kimdir menga nipraf anaqa qilyaptimi, men ham o'zimni haqqimni talab qila olaman. Shaddod, karateist qizdan qanaqasiga xonanda chiqdi?
Men shunga qiziqyapman. Xonandachilik avvalambor oyijonimlar aytadilarki, mana chaqaloqligimda o'sha beshigiga boylab, o'sha televizor yoqib endi beshik qo'yib qo'yishganda, rosa ham o'sha vнимательно qarab, значит, beshidan yo'rayotganmiz. Yo'q, demoqchi bo'lgan o'sha vaqtdan o'sha menda qanaqandir san'atga nisbatan qiziqish o'sha vaqtda beshikdan bo'lgan ekanda. Oilada san'atkorlar yo'q. Yo'q, umuman san'atkor yo'q biz oilada. Eng birinchisi o'zimman, agar mendan keyin bo'lmasa. O'sha vaqtda menda boshlangan, keyin mana bog'chalarda aktiv bo'lganmiz, she'rlarni yodlab, qo'shiqlar aytib, bundan keyin maktabda aktivniy zallarda rosa ham tinmasdan bizda tadbirlar, konsertlar bo'lardi. O'sha vaqtda ham faol bo'lganman, hattoki mana shu 6ta sinf bo'lganmiz. 6ta sinfi balla qizlar o'sha qizlar davrasi anaqasi bo'lgan. Konkurs deydi-ku, o'sha yerda ham misol uchun hamma sinf qizlari o'sha sinfdan bitta qiz tanlangan. Bizning sinfdan meni tanlashganda, bu epliydi, shijoatli, harakatchan, yuzimiz yorug' qiladi deb ishonch menga bildirib, o'sha anaqada ham konkursda meni tanlashganda ham birinchi o'rinni o'zim olganman. Bilasizmi, nimada o'sha yerda o'zimni anaqa qilaman? She'r yodlaganman-da, shunaqa yig'lab aytganman, uyalmaganman-da. Haligacha menda bor. Mana hozir gapiraman, o'sha ko'zimga yosh to'lyapti. Dramatik tomonlari, Bor-da. Yaxshi. San'atga qo'yilgan, demak, birinchi qadamingiz bog'chadan boshlangan. Bog'chadan bo'lgan. Tanlash qachondan boshlandi? Tanlash 2008-yil adashmasam, shu Taronani 10 yilligi bo'lganda. Taronani 10 yilligida katta konsert mana shu Istiqlol san'at saroyida, Drujbada, Drujba konsert zalida chiqqanman. Birinchi anaqam o'shanda o'sha anaqada efirlarda ketgan konsertim o'shanda anaqa qilingan. Konsert xonandachilik bo'yicha. Undan oldin aktrisalik menda bo'lgan. Chunki men xonandalikka qiziqardim, lekin xonanda bo'laman deb o'ylamaganman. Men aktrisa bo'laman deganman. Birinchi anaqam nima uchun Toshkent telekanalida ko'rsatuv bo'lgan, o'sha yerda rol o'ynab chiqqanman. Birinchi meni anaqam rolim o'sha xalqqa chiqishim, ko'rinishim o'sha anaqadan ko'rsatuvdan. Birinchi o'ynagan rollaringiz o'sha sodda qiz. Hozir sizga ko'rsatsa, qanaqa baholaysiz? Hozirgi Leyla bilan oldingi Leylani qanaqa farqi bor? Bilasizmi, oldin umuman juda ham ishonuvchanman-da. Mana shu ishonuvchanligim tufayli juda ham ko'p hayotda pand yeganman. Juda ham haligacha ham yeb kelaman. Hammaga ishonib ketaman. Lekin nima deydi, lekin o'tgan yillarga nisbatan hozirda menda qanaqandir qat'iyatlik bor. Ana o'zimga bo'lgan ishonch demayman, qanaqandir ana o'sha insonlarga nisbatan menda bunaqa devor bo'lganda, oldin va shunaqami? Deb ketaverardim-da. Hozir devorlar sakrab o'tsang bo'ldi. Hozir ishonasizmi, harakat qilmayman. Mana hozirgi vaqtda tinim yo'q. Darslarga o'zim mana qilganman. Mana dizaynerlik, anaqa modellashtirish, tikish, bichish, menda hammani bijuteriyalarni qilidan yasash, shunaqa, undan tashqari pazandachilik. Mana mashina bilan bandman, uyga kelaman, pishir qilaman, narsa tikaman, bichaman, yasataman, mashina qilib, chizib, vaqtim o'tganini bilmayapman-da. Menda nimasi yaxshi, oyimam aytadilar-da, "Sen qizim xafa bo'lmagin. Sen har doim do'st orttiraman deb tanishasan, lekin o'sha do'sting sen dushmaningga aylanadi." Keyin o'sha gaplaridan keyin aytdim, "To'xta", dedim. Nima chegara qilaylik dedim. Undan ko'ra dedim, o'zim bilan o'zim bo'laydim, o'zi hech kimga qo'shilmasdan. Mana ijodkorlar misol uchun bir-biridan bordi, keldi qiladi, gap o'ynaydi, ko'rishadi, o'tirishadi. Mana menda misol uchun biladigan kuzatuvchilar, podpischiklar, muxlislarim bo'lsa, ular absolyutno bilishadi. Men hech qatga hech kim bilan bormayman unaqa. Demak, kollaboratsiya yo'q hech kim. Qo'shilmayman, yo'q. Men misol ko'rsam salom alaykum qilaman. Men bilasizmi nimani orzu qilaman? Men misol uchun baribir 2 kishimi, 3 kishimi, 4 kishimi, 1 kishidan o'sha oshdimi inson misol o'tirgandan keyin xolismi, xolamaysizmi, qanaqandir kimdandir gap chiqadi, u gap g'iybatga aylanadi. Shu bilan bekorga mana shu umrimiz shunaqa qisqaki, ayniqsa hozirgi vaqtda tez o'tib ketyapti. Nimadirga inson ulgurishga harakat qilyapti-yu, lekin ulgurmay qolyapti-da. Men aytaman, nima keragi bor 5 kunlik dunyoda o'tirib, g'iybatlashib, anaqa qilish. Men aytaman, har doim meni oilam birinchi o'rinda bo'lsin deyman-da. Oilam bilan, misol uchun narsalar pishirib, oilaviy dasturxonlar yozib, o'tirib, diydorlashib, bir-birimizga mehr, muhabbat berib to'yinganimiz boshqa narsa. Men hali turmushga chiqmaganman, lekin inshaalloh niyat qilaman. Umr yo'ldoshim, misol mana turmushga chiqqanimda ham baribir hozir haligacha mana o'zim hali turmushga chiqmagan bo'lsam, vaqt ajrata olmayman-da kerak bo'lsa.
turmushga chiqqandan keyin eringizga osh ovqatini qilasiz, ertalab zavtrak, obed, ужин, hamma yoq saranjon sarishta bo'lishi kerak. Undan keyin уже farzandlar tug'iladi. Farzandlarni tarbiyasi уже ko'ryapsizmi? Men niyat qilganman, oilam bilan bo'lib qoling. Mani mana bunaqa qobig'im oilam bo'lsin. To'y qachon? To'ymi? Bo'lsin, ketaman. Nomzodlar bormi? Nomzodlarmi? Endi sovchilar ko'p, lekin bo'ladi-ku odamlarga jis qiladigani. Shunaqasi hali yo'q. Ha, hali. Talablar kuchli. Demak, nomzodlarda hali imkon bor. Jiz qilib o'tib ketishga. Baholisi. Taqdirda endi peshonaga yozilgani bo'ladi. Internet olamini hozir gapirdik. Internet olamida o'zi sizni dunyo qarashingiz qanaqa hozirgi paytda? Internet olami. Ko'pchilik bir xilga PR qilyapti, ko'pchiligi misol uchun. Yo'q, men lekin hech qachon PRga. Sizdan PR qachon kutamiz? Yo'q, men ham hech qachon. To'g'risi bir marta qilib ko'rganman. Tojikistonlik xonanda Bobirjon bilan. Ular bilan biz Laylo degan qo'shig'imiz, duet qo'shiqqa PR qilganmiz. Endi Laylo Tojikistonga turmushga chiqyapti-da, voy, shov-shuvlar, gaplar. O'shandan keyin aytdim, yo'q, tinchgina yuraylik. Ko'tariladigan bo'lsa, u PR misol uchun insonni ko'tarish uchun. Mana men aytmayman kimligini, men kuzatdim. PR qilaman, mashhur bo'laman deb bor obro'ni yo'q qilib qo'ygan ijodkorlarni ko'rdim, insonlarni ko'rdim. Endi черный PR bor, Белый PR. Белый PR. Nima keragi bor? Misol shu PR. Ijodimizni qilaylik, misol uchun kerakli joyda o'sha yengilliklar qilib, o'sha joylarda rasmlarga tushib, videolar qilib, muxlislarga taqdim etib boraveraylik, tinchgina shu hayot. Agar shu PR rost bo'lib ketganda, shu xonanda kelib sizni qo'lingizni so'ragan Tojikistonga turmushga chiqamiz? Avvalambor bu taqdir, inson misol uchun bilmaydi ertaga nima bo'lishini, misol uchun taqdiri kimga, qaysi anaqaga yozilgani, turmushga chiqishi misol qaysi viloyatmi yoki o'ziga shaharmi, hammasi Allohdan. O'shaning uchun men katta gapirmayman, lekin men niyat qilaman, bilasizmi, nima bo'lmasin, men har doim ota-onamga yaqin bo'lay. Chunki ular g'animatda. Men har doim har anaqada mana ko'rishib turay ularni tez-tez. Misol o'sha boshqa misol uchun davlatga deymizmi, turmushga chiqib ketsangiz, buni iloji bo'lmaydi. Ayniqsa mana pandemiyada qancha insonlar yaqinlarini ko'ra olmay qoldi, chegaralar yopiq. O'shaning uchun har doim harakat qilaman shu ota-onam bilan. Kerak bo'lsa, shunaqa uchastka bo'lsinki deyman-da. Misol uchun ha, meni oyimlar, adamlar ham misol uchun Umr yo'ldoshim ham ota-onalari, oyijon, odajon hammamiz bitta uyda yashasaydi, menga qolsa shu deyman-da. Chunki navaralar, men o'zi rosalarga meni buvisi, dodasi borlarga xosim keladi. Men juda ham erta buvimdan anaqa qilganman. Mana onamlarning onalari даже o'zlari ko'rmaganlar, 3 yoshlilarda vafot etgan. Dodamlar ham, mana ikkita dodamlar ham, bitta buvimlarni ko'rgan bo'lsam, ular ham men hali maktabga chiqmasdan turib bu dunyodan ko'z yumishganda, olamdan o'tishgan. Shuning uchun men o'sha mehrligiga to'ymay qolganman. Shuning uchun men aytaman, meni bolalarim deyman, ilohim. Nafaqat meni bolalarim, o'sha ukalarim ham farzandlari dodasini, buvisini mehriga to'yinsin deyman. Shu baribir qarisi bor uyga parisi bor deyshadi-da. Ota-onasi, keksalar bor uy, bilasizmi, har doim jannat, qanaqadir o'zgacha fayzli, chunki u xonadonda har doim duoga qo'l ochiladi. Misol biz ham yosh bo'lib duoga qo'l ochamiz, lekin u yoshi ulug' insonlarni baribir duosi, ularni qiladigan shu niyatlari uyga qanaqadir fayz, baraka berib turadi. O'shaning uchun men niyat qilaman, har doim oyijonlarimiz, azizjonlarimiz bitta uyda, navara, ivarima har doim shunaqa hayot tasavvur qilganman-da. Katta uchastka, chiroyli-da. Hamma shu uyda yashashida, mana hamma qochadi-yu. Orzungizga yeting, xudo xolasa. Anaqa ota-onasidan uzoq bo'ling, yo qaynotasidan uzoq. Men hech qachon unaqa, men har doim birga bo'ling deb niyat qilaman. Yana bitta savol keldi. Nega siz aynan Ramazon oyida umuman internet platformalarida ko'rinmadingiz va nimaga Layla TikTokda o'tirmaydi? Hozirgi xonandalarga o'xshab. Yo'q, men to'g'risi aytaman, men internetdan faqat unumli ijobiy tomonga foydalangim keladi. Mana men ko'p mana shu TikTokerlar haqida ham, misol uchun shu internet olami deb aytganliklarini ham men kuzataman. Mana nafaqat o'zim, balkim o'zgalarning fikri bilan ham o'sha nima kuzatib ish qilaman-da. Misol uchun TikTokerlarni hamma qoralaydi. Misol uchun yaxshi tomonga bo'lgani yaxshi, lekin hozirgi vaqtda yaxshi tomondan tarbiyaviy muhitda olib chiqaman desangiz, prosmotr kam bo'ladi. Asosan bachkanalik, misol uchun o'zini har kuyga solgan mana shu videolar, mana TikToker o'sha bo'laman deb videolar olaman, qanchadan qancha insonlar halok bo'ldi, qanchadan qancha insonlar ota-onasini xafa qilib qo'ydi. Mana ko'rdik onajonlar, ona mutabar.
yuziga tort chaplaganlar, misol mashhur bo'laman deb TikTokerda, misol qanchadan qancha ularga prosmotr kerak. prosmotr, lekin nima kerak bor? Ertaga misol shular ham farzand dunyoga keltiradi yoki farzandi bordir shularni. Vaqt o'tadi, yil o'tadi, baribir inson ertaga shu hamma narsa qoladigan narsada. Bu internet olamida chiqqan narsa hech qachon o'chmaydi. Misol uchun ertaga farzandlar esiz, mani oyijonim yo adajonim shunaqa bo'lgan ekanlar yoki misol uchun ertaga o'sib kelayotgan ularni yosh avlod farzandlari shularni ko'rib o'rnak oladimi? Misol uchun ilgarilar mana haqqoniy bilasizmi, hayotimiz o'zgacha bo'lgan. Men hozirgi vaqtda xursand bo'laman. Mana texnika, misol uchun internet olami rivojlanyapti, lekin bizda ko'proq ijobiy emas, qanaqadir salbiy tomonga ishlanyapti-da, bilasizmi? Behayoliklar, sharmandachiliklar, hamma narsa kelib chiqyapti. Oldin bilmasdik, ko'rmasdik, chegara bor edi. Hattoki mana hozirgi yosh bolalarning qo'liga telefon berib qo'ysangiz, YouTube'ga kirib ketadi. Endi o'tda yo'q narsani o'zi yo'q-da. U bolaning ko'zi bolaligidan ochilib ketyapti. Bizda faqat televizor bo'lardi, radio bo'lardi, даже kompyuter ham bo'lmagan. Biz maktabda o'qib yurgan vaqtda ham kompyuterlar qo'yib qo'yishardi, nomiga informatsiya darsi bo'lardi, kompyuterlar ishlamasdi hamda. Qanaqa ishlasa ham faqat kirib chizmachilik nimalardir, unaqa YouTube, unaqa narsalar bo'lmagan hamda. O'sha vaqtda tinch edik. Qarang, qanaqangi beg'uborlik damlar bo'lgan. Men o'sha bolaligimni, o'sha vaqtni sog'inaman. Hozir qarang, qanaqandir insonlarda oqibat qolmagan. Hammani qo'lida telefon, oilaviy yig'ilsangiz ham hamma shuning ichida o'tiradi, bo'lmasa ko'rilmagan oila yillar kerak bo'lsa-da. Lekin hammani dardi fikri o'sha internet, telefon bo'lib qolganda, yo'lda yursa ham, mashina yo'lda bo'ladimi, ko'chada bo'ladimi, juda ham ko'p mashina ketidan oilalar buzilib ketyapti. Diniy tanqidga qanaqa qaraysiz internet olamida? Diniy tanqidga. Misol uchun siz ham xonandasiz, rasmga tushasiz, videoroliklar qo'yasiz. Endi bari sochlar yoyilgan bo'ladi. To'g'ri. Figuralar ko'rilgan bo'ladi. Bormi o'zi sizda bormi shunaqa diniy tanqid qiladigan? Diniy tomonlama olib tanqid qilib. Yo'q, menga ko'pchilik aytadiki, Layla deydi, juda ham tarbiyali qizsiz deydi. Misol ochiq-sochiq men unaqalar qo'ymayman birinchidan rasmlar. To'g'ri, men oldin misol uchun tor anaqalarda tushgan anaqalarim ko'p bo'lardi, lekin e'tibor bergan bo'lsangiz hammasini udalit qilib tashladim. Chunki o'zim mana shu Ramazon oyida o'tirib aytdimki, men noto'g'ri ish qilgan ekanman. Misol uchun to'g'ri, misol mana men sezganman, misol milliy liboslarda qo'ysak, ro'mollarda qo'ysak layklar kamda, mana bunaqani modni kiyimlar kiyib, qomatlarni ko'rsatadigan vulgarni rasmlar qo'ysak, layklar, e'tibor ham, prosmotr ham ko'p bo'ladi, lekin to'xta dedim. Ertaga dedim bu narsa mana keyin qaradim, ko'pchilik tarqalib ketyapti-da, ko'pchilik ovatdan faxsh gruppalar ham, kanallar ham meni rasmlarimni, videolarimni qo'yapti. Menga jo'natishyapti, opa, qarang rasmlaringiz mana bu yerda tarqalibdi, videolaringiz. To'xtadim, men nima qilaman dedim, bitta layk uchun dedim, e'tibor prosmotrani, podpischka yig'ish uchun dedim, men o'zimni dedim jarlikka olib bormayapmanmi dedim. Keyin aytdimki, yo'q dedim, to'xta dedim-da, hammasini udalit qildim. Faqat yaxshi anaqalarni qoldirdim-da. Keyin ko'p kommentariyada menda yozishadi, shu ro'molga, anaqaga, hijobga tam anaqalar kirib, mana shunaqani qilsangiz bo'lar ekan. Juda ham sizga yarashadi deb shunaqa anaqalar bo'lgan, lekin unaqa juda qattiq kritikovat qilishmagan lekin. San'at yo'liga keladigan bo'lsak, Ha. o'rningiz qanchalik bor deb hisoblaysiz? O'rtacha, past emas, yuqori emas, o'rtacha. Agar foizga tug'iladigan bo'lsa, necha foiz? San'atda o'rnim bor, men haqliman ijod qilishga degan. Qanaqa misol uchun ijodkorlarning ichidami yoki общий? Savolim общий-da. San'at sohasida qanchalik o'rningiz bor deb hisoblaysiz? Endi to'g'ri mashhur yulduz emasman, lekin Xudoga shukr, o'zimga yarasha muxlislarim bor, tinglovchilarim bor, kuzatuvchilarim bor. Endi bilasizmi, misol har bitta insonni o'zini vaqti bor-da. Vov bo'lib, men yulduzman deb ko'tarildim deb anaqa qiladigan vaqt ham bo'ladi. Misol uchun o'sha qiyinchiliklardan o'tib, endi o'zini o'rniga. Endi bu zinama-zinada, mana hozir o'zim qo'lim bilan ko'rsatyapman-da, shuni tushunib aytmoqman. Har inson zinama-zina yetadi-da maqsadga. Vaqtim o'tdi demoqchimisiz yoki endi keladi demoqchimisiz? Yo'q, endi Xudo xohlasa, inshaalloh hali niyatlar katta, nasib bo'lsa. Endi zinama-zina degan. Yo'q, men demoqchi bo'lganim shu zinama-zina endi mana Xudoga shukr ko'tarilib kirib kelyapman. Misol uchun konsertlar qo'yganman. Misol san'atkor, har bir san'atkor orzu qiladigan. Misol uchun o'zimni mualliflik qo'shig'imni ham chiqarganman, kliplarimni ham chiqarganman.
o'sha konsert deymanmi, misol uchun o'zimni yakkaxon konsertimni ham o'tkazganman. Nolimayman. Alhamdulillah, eng muhimi halol o'zimni mehnatim. Eng anaqasi o'zimni kuchim bilan, hech qanaqangi bir sponsorsiz o'zimni kuchim bilan, Allohimning xohishi bilan, ota-onamni, muxlislarimni xalqi duosi bilan erishganman. So'nggi qo'shiqlaringiz mualliflari kim bilan ishlash osonroq, kim bilan qiyinroq? Men ishlaydigan ijodkorlarim hammasi juda ham yaxshi insonlar, komanda zo'r bo'lgan. Misol uchun men har doim ko'nglim tortgan, hurmat qilgan insonlar, ijodkorlar bilan ishlayman. Menda ham misol uchun ko'pchilik taklif bo'ladi, misol keling, menda yaxshi qo'shiq bor, sizga tushadigan, eshitib ko'ring deyshadi. Men misol ularni yomon demayman, baraka topsin, shunchalik e'tibor qilib, hurmat qilib menga shu ilinishadi qilgan ijodlaridan. Lekin menda shunaqa, men juda ham vafodorman-da. Nafaqat misol uchun qanaqangi o'zimni sevgan insonimga, yaqinlarim, balki mana shu ijodda ham misol mana o'sha ishlaydigan ijodkorlarimga xiyonat qilgim kelmaydi. Qanaqangidir yuziga oyoq bosish deydimi? Misol yaxshi ijod qilyapmizmi? Ular hurmatimni qilishyapti, mana bularni hurmat qilmay, meni ijodim ketaveradi. Misol uchun ana bir xil bo'ladi, u shoxdan bu shoxga, bu shoxdan u shoxga yo'q. Menda unaqa narsa yo'q. Men umumiy olganda, misol uchun mana salon stilistga boradigan bo'lsam, bitta stilistga boraman. Tikuvchimi, endi xudo xolisa o'zim tikaman-ku. Lekin undan oldin misol tikuvchim bitta bo'lardi. Ani borolmayman, unaqa qilolmayman. Shoxdan shoxga sakraman, juda ham vafodorman. Qarshi olsam. Pochcham hurmati bo'lgan harakatingizni qiling siz. Xudo xolisa. Nimaga aynan hozirgi kunda ijod qilish qiyin? Og'ir mavzular qanaqadir trendga chiqa olmaydi. To'g'ri. Xalq o'ziga nima desam bo'ladi, qabul qila olmaydi. Bachkanali qo'shiqlar yoki boshqa narsalar trendda yoki o'sha yosh auditoriya shu bilan zaharlanib bo'ladi deb hisoblaysiz. Qanaqa hisoblaysiz? Endi bilasizmi, to'rmashi, bilasizmi, mana qancha ma'noli qo'shiqlar aytsangiz, unchalik e'tibor bo'lmayapti, lekin qanaqadir bachkanali bir saviyasi pastroq narsalar qilinsa, odamlar e'tiborini tortadi. Endi bu qanaqa odamlar degani, misol uchun muxlislar, misol asosan yoshlarda, chunki internet va asnomnon yoshlarni qo'lida-da. Sizda ham bormi shunaqa bachkana qo'shiqlar? Bachkana qo'shiq sal bo'lsa ham qo'y. yo'q. Yoshlar bor, sal nima desam bo'ladi, o'sha kattalarning tili kelishmaydigan so'zlar aralashtirilgan, bastakorlarning xatolari. Yo'q, bilmadim. Men lekin bilasizmi, oldin faqat ma'noli qo'shiq aytardim. Hozir Falsafiy qo'shiq aytardim. Keyin menga aytishdiki, menda umuman ishoning, men sevdim, o'ldim, kuydim, bilmayman. Sevib sevilmaganim uchunmi qanaqangidir. Endi sevaman, Allohni sevaman, ota-onamni sevaman, jigarlarimni, yaqinlarimni sevaman, lekin alohida misol sevadigan insonim bo'lmagani uchun men unaqa o'ldim, kuydim, qo'shiqlar aytgim kelmasdi-da. Keyin menga aytishdiki, qarang, deyapsiz, chiqaring, sevgi, muhabbat haqida, ayriliq haqida, mana hozir shunaqa qo'shiqlar juda ham hit bo'lyapti deyishdi-da. Keyin men aytdim, mayli shunaqa qilib ko'raychi, keyin xiyonat haqida. Misol, bitta qo'shig'im bor, sog'indim, u ham yaxshi qabul qilindi. Undan keyin nega xiyonat, yo'q, u ham xiyonat. Sevma, u ham xiyonat. Sevgi tortib ketadi. Ha, mana undan keyin o'sha insonning gap so'zidan keyin men shu qo'shiqlarga qo'l urib ijro qilib muxlislarga taqdim etdim. Lekin undan oldingi meni qo'shiqlarim hammasi faqat falsafiy, ota-ona, shukuraylar, yo'llar, odamlar, dunyo, juda ham ko'p yana aytadigan bo'lsam, hozir yana anaqada, hammasi mana shunaqada, ko'ryapsizmi, mavzu. O'sha inson kim? Shu kameraga qarab minnatdorchilik bildirib qo'ya qoling shu insonga. O'zi ham ko'rib bir xursand bo'lsin. Yo'nalish o'zgartiraylik, bo'ldi. Sevgi muhabbatga o'taylik degan insonga shunday murojaat bilan. Yo, birinchi misol uchun o'zimni kelinim. Ular aytuvdilar-da, Loyla opa, misol opajon, endi turmushga chiqqanlaridan keyin tirs uyga kirsalar hamma yo'q. Yo'q, meni oilam aytolmanki, men asosan qaynopa davay endi bosamiz shug'ulni. Menda bilasizmi, asosan mana misol uchun hamma kimdir bilan mana fikr almashadi, maslahatlashadi. Menda oilamda. Mana kelinlarim misol uchun singlimdek ko'raman. Ular bilan maslahatlashaman, ular bilan bo'lishaman, ukalarim, ota-onam, nima deysizlar, misol uchun eshittirib ko'raman qo'shiqni, kliplarimni ko'rsataman. Ulardan ham o'sha fikrlarini eshitib, shunga qarab yana harakat qilaman. Chunki oilam, aytaymanku, men uchun har doim oila muqaddas. Men misol qilgan bitta xatoligim ertaga oilamni yuziga isnod keltirishini yoki qanaqadir minus tomonlar bo'lishini xohlamayman-da. O'shaning uchun men har doim ular bilan maslahatlashib qilaman. Keyin mana shu qo'shiqlarim, mana sog'indim, sevmam. Ular Jamshid Isakxo'jayevdan chiqqan.
ularga rahmat deyman. Mana shu ikki insonda sababli. Men keyin shu birinchi Kelingiz bilan Jamshid Sakhajayev. xalq bo'lmagan birinchi qo'shig'ingiz. Umuman xalqqa Yuragimdasan. 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 Birinchi meni qo'shig'im. O'sha qo'shiq menga qanaqadir yoqmaganda, keyin o'shandan keyin menga emas ekan unaqa sevgi muhabbat haqida kuylash deganman. Ommalashgan? Yo'q, ommalashgan. Daromadingiz haqida gapirsak. Daromadi. Misol uchun mandaqa odam oddiy bir prostoy bola sizni to'yga chaqirmoqchi bo'lsa, administratorga telefon qiladi. Xo'p. Qancha? Bilasizmi, men har doim o'zim misol uchun administratorlarimga ham aytganman, misol mana bitta narx belgilanadi. Misol uchun yaqin insonimizmi, misol tanish bilish bo'lsa, biz doimo kelishtirib anaqa berganmiz. Keling ochuchasiga o'ynaylik shu joyda. Qancha? To'yga chiqish, Leylan to'yga chiqish qancha? Yo'q, men birovga qancha dejurga? Yo'q, men to'g'risi mana hattoki o'zimni tanishlarim, nomerimni, telefon raqamimni biladigan insonlar ham telefon qilib narx so'rasam ularga aytmayman. Men juda ham yomon ko'raman. Pul qo'limga olib, to'g'ri, pul ehtiyojchi anaqasi, hammaga kerak. Lekin men ana pulni summasini aytish, pulni mana даже to'ylarga borsam, ishoning, men pulni qo'limga sanab do'g'ri olmayman. Demak, daromad yetilmaydi. Men aytmayman, yomon ko'raman. To'g'risi, misol administrator nimaga mana ishlarini qilsa, ular to'yi narxini aytadilar, oladilar, boradilar, sanaydilar, men chiroyli xizmat qilib beraman. Ularga aytaman, mendan pulni so'ramanglar. Mendan xizmat, misol boraman, chiroyli qilib davrani qizdirib, yondirib, o'tkazib berib ketaman, lekin pul masalasiga meni aralashtirmayman. Administrator raqamlarini aytib o'tib ketaylik, bo'lmasa menga o'xshagan chiqib qolsa xudo xohlasa to'yga erta-perta. Bizda risk zakazonamiz lekin. Yo'q. Yomon, biz marketing tushib ishlaydi. Mayli, yozib qo'yarsiz, ikkita. Bo'ldi, azizlar, pastdagi raqamlarga telefon qilsanglar, to'g'rimi-to'g'ri tushasizlar, narxi bilib chaqiraverasizlar. Lekin men o'ylashim bo'yicha hozirgi kunda bitta qo'shiq yozish oxirgi polniy anaqa tayyor bo'lishi $700 bo'ladigan bo'lsa, bir oyda nechta qo'shiq chiqarasiz? 3 ta, 2 ta. Yo'qqa bor, salonga bor. Juda ham rasxod Mashina, katta. benzin. 5000 dan kam emas ekan. Bo'ldi, tushundim. Shunaqa. San'atdagi, albatta shaxsiy hayotdagi planlar, rejalar. Menda har doim planlar olam bo'lgan rejalarimda. Xudo xohlasa. Keling, birinchi san'at sohasiga to'xtalib o'tamizda, keyin shaxsiy hayotga shundoq kirib ketamiz. San'atda misol uchun mana o'zingiz bilan duetlayotganmiz. Hali ular premyera qilmaganmiz. Oyposhsha qo'shig'imizda turibdi. Undan oldingi ikkita duetda premyerasini qilib bo'ldik. Vatan himoyachilarimiz uchun, yurt fidoyilari uchun. Undan keyin xiyonat degan soundtrackimiz bilan taqdim etildi. Endi o'sha Oyposhsha duetimiz qoldi. Undan tashqari mana Adajonim qo'shig'i bor. Premyera qilish kerak, xudo xohlasa, yana boshqa qo'shig'im ham bor. Endi nasib bo'lsa shu premyeralardan boshlab sekin-sekin yangiliklarni berib boraveramiz. Shaxsiy hayotga kelsak, misol uchun shu modalar uyimni rivojlantirib, yanada ham katta-katta anaqalarga, xudo xohlasa, erishish muvaffaqiyatlarga, xudo xohlasa. Demak, yaqin kunlarda efirlarga chiqadi yana qaytadan. Inshaalloh. Shuncha qanaqa? Mana efirga mana muxlislarimizdan ko'p savol bu. Nimaga kam ko'rinasiz? Nega kam ko'rinasiz? Chiqmaysiz. Agar tekin bo'lsa, biz har kuni chiqamiz. Lekin mana ko'pchilik bilmas ekanda, bilasizmi? Daromadi $5000 gacha borgan, misol uchun hatto xonandani men o'ylashim bo'yicha bitta kliplar aylanib bilasizmi? Siz aylantirganingizdan keyin bitta kanalda emas, misol uchun частный kanal deymizmi? Misol uchun 4 ta bo'lsa, 4 tasiga berishingiz kerak. Nega aynan Navoda ko'p aylantirasiz? Navo kanali butun respublika, hattoki qo'shni Qozog'iston, Tojikiston davlatlari ham Zo'rtava. Zo'rtiylar qimmat ular. Ular men aylantirganman, o'tdi mana balle qo'shig'im ketgan, sog'indim klipim ketgan, lekin men ham misol uchun hamma ko'rpasiga qarab oyoq uzatadi. Men ham misol shu pulim bo'lganda to'lab ana qilganman. Har doim ham bo'lavermaydi. Mana pandemiyada qanchalik bilindi. Hamma misol ijodkorlarga bu narsa ta'sir bo'ldi. Misol xalqimiz ham mana to'ylar ixchamlashib ketdi. Narx-navolar ham ko'tarmay qoldi. Bor budimizni hammasini o'sha sovurib. Endi mana hozir yuribmiz endi. Pandemiya vaqtida ma'naviy
Nimalar oldingiz hayotdan? man lekin bir tomondan qanaqangidir ma'noda bilasizmi, to'g'ri qanchadan qancha insonlar bu dunyodan ko'z yumdi. Man avvalambor hammasi Alloh irodasi bilan, bu ham bir yaxshilikka bo'ldi. Mana shu pandemiya sababli man ko'p hayotimda ko'p tushunchalarimni, hayotiy tushunchalarimni o'zgartirdim. Ko'p narsadan man o'zimga xulosa chiqardim. Ko'p narsa oldimda. O'sha sanab o'tib ketsa bo'ladi. mayli, anaqa vaqt o'tib ketadi. Ko'p insonlar yo'qoldi, ko'p insonlar topildi, har to'g'ri. Sizga berilayotgan imkoniyatlardan qanaqa unumli foydalanyapsiz deb o'ylaysizmi o'zi? Hayotiy imkoniyatlardanmi? Qo'ldan kelgancha harakat qilaman. Oyog'ingiz bu Allohga shukr, o'shaning uchun ko'z ishlaydi, hammayoq ishlaydi. Qanaqa unumli foydalanyapsizmi? albatta harakat qilaman unumli foydalanishga. Ulgura olmayotgan narsalar Ulgura olmayotgan narsa. harakat qilasiz mana bugun ertalab mana turdim, bo'ldi, mana shu planni qilaman. Kechga kelganda Duracell batareykalar o'chib, ulgura olmayotgan hayotda. To'g'ri, Nafaqat kundalik kunlarni, balki hayotda ulgura olmayotgan narsalaringiz. hayotdami? Lekin men harakat qilaman, har doim misol reja qilib, anaqa qilaman. Ulgurishga harakat qilaman, lekin to'g'ri har doim ham bu narsaga vaqt yetmay qoladi. Misol hozirgi vaqtda zarulim o'zim yuraman, ko'chada mashina ko'p probkalar deymiz. O'sha plan belgilagandan keyin o'sha boradigan joyimizga yetib bora olmay qolamiz yoki qanaqadir charchoq bo'ladi. Yana hozir darslarga, o'qishga qatnavomda qancha uy vazifalar bo'ladi, qilish kerak hammasini. Lekin menda ortiqcha ishni o'zi ham yo'qda. Endi olib qarasangizda, misol mana Ramazon oyida endi dam oldik-ku, endi ko'ramiz qanaqa ham to'y hasham ham o'qish qanaqa bo'lar ekan. Ish bilan, lekin shaxsiy hayotda nima bo'lib o'ylayapsiz? O'ylaysiz. To'g'ri, men xoliman. Juda ham xoliman, baxtli oilam, men ishongan, meni tushunadigan, men sevgan insonim, umr yo'ldoshim, farzandlarim, juda ham bolajonman-da, juda ham xoliman. Lekin bu hammasi Allohdan-da, Alloh irodasi. Misol taqdirga yozilgani, misol mana aytadi-yu, bandani xohlagani emas, Alloh buyurgani, Alloh xohlagani bo'ladi deb. Misol men qachondan beri xohlayapman, chiroyli, baxtli oila, o'sha turmush qurishda, oilam bo'lishini. Lekin hali vaqt soati yetmagan ekan. Bu ham bir yaxshilikka, bir hikmati bor. Buni ham behisob shukr deyman. Yanada ham mana shu misol uchun Ramazon oyida ham men juda ham ko'p hadislar, rivoyatlar eshitdim. Oilalar naqadar mana shu oilani, men oldindan o'zi oilaga muhabbatim cheksiz bo'lgan. Yanada ham mana shu anaqada Ramazonda oilaga bo'lgan meni ishonchim, hurmatim oshdi. Umr yo'ldoshi o'rni, farzandlarning tarbiyasi. Men juda ham ko'p ma'ruzalarni eshitib, ancha men dunyo qarashimni kengaytirdim. Menimcha o'ylaymanki, men juda ham bir chiroyli, baxtli oilam bo'lishini xohlayman-da. Meni Allohim shu hayotda mana shu vaqt o'tgan sari o'zi menga shunaqangi bir o'sha meni tushunchalarimni boyitib, hayotga meni shu darajada tayyorlab, meni tarbiyalayapti deb o'ylayman-da. O'shanga men afsuslanmayman. Inshaalloh ishonaman hali umr yo'ldoshim, etagim to'la shirin shakar farzandlarim bo'lishiga hamma narsa vaqt soat. Baxt o'zi nima? Baxt bu hayotda o'zi borligingiz o'zi bir baxt. Ko'zimizni ko'rib turgani, yuragimizni sog'lom urib turgani, oyoq qo'llarimiz sog' salomat yurib turgani. Mana behisob shukr, men juda ham o'zimni baxtli insonman deb o'ylayman. Alhamdulillah, birinchi o'rinda shu hayotda yaraldim. Avvalambor alhamdulillah musulmon bo'lib yaraldim. Jannat makon ona O'zbekistonda yaraldim, tug'ildim. Undan tashqari ota-onam bor, jigarlarim bor. Sevgan kasbim, misol uchun e'tiborda men Xudoga shukr yeganim oldimda, yemaganim ketib. Bu maqtanish emas. Bu demoqchi bo'lganim, bularni har bitta anaqani mundoq o'ylab qarasangiz, mana shuni o'zi bir baxt. Misol uchun mana bir xil o'ylash mumkin-da, voy baxtlimikan, shu baxtlimikan, misol eri yo'q, bolalari yo'q. Nimaga misol uchun? Biz yashab turishimizni o'zi har bitta mana shu oddiy detaldan inson zavqlanish kerak. Mana hozir qarang, shu yerda chiroyli gullar, kapalaklar turibdi-da. Как раз siz hog'ingiz. Insoncha, yo'q, mana inson shunga ham qarab, misol uchun baxtni his qilsa bo'ladi-da, chunki bu hammaga ham ko'rish nasib qilmaganda. Hayotda shunaqa ko'zi ojiz insonlar bor. Kerak bo'lsa ko'chaga chiqa olmay, to'rtta devor ichida o'tiradigan insonlar bor-da. Mana shuni o'zi baxt. O'shaning uchun men har doim shukr qilib, har bitta misol uchun oddiy bir elementlardan ham baxt qidirib yashayman. Shukr qilib. To'rtta so'z bilan ifodalab bera olasizmi baxt? To'rttagina so'z bilan.
to'rttagina so'z degani qanaqa endi? Yashash, Hop, bir, sog' salomatligimiz, 2, yaqinlarimizni sog'lomligi borligi, 3, o'z o'rnimiz borligi. 4. Keyingi savolimiz, Leyla muammolarni qanaqa yechadi? Muammolarni har doim harakat qilaman ijobiy yechishga. Aybi birovlarda emas, o'zimdan qidirishga va doimo misol uchun birinchi o'rinda o'sha bir qanaqandir muammo bo'ldimi, uni o'rganishga harakat qilaman. Qani kimdan o'tdi? O'zimdanmi yo atrofimdagilardanmi? Har doim misol uchun tushkunlikka tushmasdan chiqib ketishga harakat qilaman. Juda ham psixologiyaga kuchli qilganman-da. Mana shu kanallar bor, psixologический, o'sha yerda ko'p narsalar o'qiyman, kinolar ko'raman va o'shandan o'zimni muammolarimni yechib chiqib ketaman. Nima qilsam nima bo'lar ekan, qayerda nima bo'lar ekan? Avvalambor har bitta insonni do'sti avvalo Alloh deb o'ylaymanki, o'shaning uchun men ham misol har doim qanaqandir boshimga ish tushsa, muammo tushsa, birinchi o'rinda har doim Allohdan so'rab, o'ziga dardimni aytib, muammolarimni, mushkullarimni oson qilishligini so'rayman. Keyingi beriladigan savolim, keling orzular haqida gaplashaylik. Yoshligingizdagi orzuyingizga hozir erishdingizmi? Alhamdulillah. Hozirgi orzularingiz qanaqa? Hammasiga erishdim. Faqat oila, turmushdan tashqari hammasiga erishdim. Men misol mana Ertam Chirchiq shahrida tug'ilib o'sganman. Men har doim orzu qilganman Toshkentda o'zimni uyim bo'lishini, misol uchun o'zimni hamma narsam bo'lishini, ish joyim, hamma narsam bo'lishini niyat qilardim. Behisob shukur men erishdim-da shunaga. Allohim menga berdi. Misol endi faqat mana hozirgi orzularim deydigan bo'lsa, kelajakdagi. Endi baxtli oilam ko'rish xohlayman. Umr yo'ldoshim, shirin shakar farzandlarim ketidan yaxshi niyatda orzular. Mevara, chevara, tomdan itarasini ham ko'rish. Xudo xolisa hajlarga borish. Shu solih ham. Jur'atingiz yetmagan orzu. Jur'atim yetmagan orzuni o'zi-yu. Bo'ladi-yu, misol uchun insonda. Jur'atingiz yetmaydi. Shu narsalarni juda ham qilgisi keladi-yu, lekin jur'atingiz yetmaydi. Bitta shunaqa orzuyim bor. Nimadir ushab qoladi sizda. Men bitta orzuyim bor, misol uchun men nogiron singlim borda, men doim orzuyim, misol uchun o'sha qaniydi shu singlim ham bizga o'xshab shunaqa chiroyli bir hayotni ko'rib, oyoq qo'llari yurib, xuddi bizdek yashasa deyman-da, lekin men to'g'ri men Alloh emasman, Allohdan so'rayman shu narsani. O'sha narsa menda-da. Endi bilmayman, yaxshi niyat qilish kerak, armon bo'lib qolmasin. Hammasi yaratgan egam anaqasi bilan bitta men o'sha jur'atim yetmaydigan orzuyim shu. Men har doim xohlayman shu singlimni qanaqandir anaqa yurib ketib, baxtli bo'lishini ko'rish xohlayman-da. Lekin iloyim menda shu jur'at yetmaydigan emas, iloyim jur'atim yetib, qanaqandir qo'limdan keladigan yordamimni qilib, avvalambor Allohimdan hammasi o'zidan so'rayman, shu dardlariga shifo berishi ana shu menda anaqada. Lekin qolgan nima niyat qilgan bo'lsam, behisob shukur Allohim yetkazgan. Inshaalloh tuzalib ketsinlar. Rahmat. Albatta savolim davomiy bo'lsin. Hozirgi kunda tadbirkorlik yaxshi rivojlanmoqda. Shuningdek, yosh tadbirkor Abduhalil Halilov Turkiyaning yetakchi kiyim-kechak sanoat kompaniyalari bilan birgalikda kiyim-kechak va poyabzal ishlab chiqarish sanoatini yo'lga qo'ymoqda. Abduhalil Halilov Turkiyaning Istanbul shahrida kiyim-kechak va poyabzal ishlab chiqaruvchi zavod va fabrikalar bilan qo'shma korxona qurish maqsadida bir qator shartnomalar imzoladi. Tez kunda Halilovlar sulolasi brendi asosida ishlab chiqarilgan sifatli erkaklar kiyimi va poyabzalni Halilovlar sulolasi do'konlaridan sifat va qulaylikni his qilgan holda xarid qilishingiz mumkin. Halilovlar sulolasi sifatli kiyimlar brendi. Eng katta yaxshilik qilmoqchi bo'lgan amallaringiz nima hozirgi kunda? Men bilasizmi, har doim nimani niyat qilaman? Mana o'zingiz uchun, xalq uchun, ota-ona uchun. Ota-ona uchun, hamma uchun, misol uchun men mana ko'p o'ylayman-da shu narsani. Mana hattoki men Ramazon oyida ham mana juda ham ko'p mana televizorda ibratli hikoyalar, otalar so'zi, aqlning ko'zi ko'rsatuv, ko'p mana buni hayot deydilar, ko'p mana shunaqa anaqalarni ko'rdim-da. Keyin aytdimki, Allohim dedim, menga shunaqa davlat berginki dedim. Ilohim dedim, shunaqa boyib ketay, o'zim uchun emas dedim, mayli oilam uchun ham bo'lsa, lekin dedim shunaqa umr yo'ldoshim ham qo'li ochiq insonlar bo'lsa, mana qanchadan qancha qiynalgan oilalar bor-da. Aytvanmanda har kuni yaxshilik qilib, misol mana uysizlarga uy joy berib, mana katta bizneslarni amalga oshirib, mana qanchadan qancha bizning yurtdoshlarimiz mana
ota-onalarimiz deymizmi, farzandlarimiz musofir yurtlarda yurishibdida, qiynalib, shunaqangi oilasini mehriga to'yolmay, farzandlarini ko'rolmay, ularni o'sib borayotganini, kerak bo'lsa hattoki mana farzandi hali tug'ilmasdan, dunyoga kelmasdan turib, otalari chet elga ishlashga ketgan, даже hattoki o'sha farzandlarni dunyoga kelganini ko'rmagan qancha otalar bor. Yoki farzandini tug'ib, misol shu hayotda qanaqangidir bir zarbalari bilan farzandini ham ota-onasiga tashlab chet elga ishlagan, ketgan ayollarimiz bor. Men aytaman-da, shunaqa men xudo xolisa harakat qilayki, misol mana ish o'rinlarini yaratib, misol uchun qo'ldan kelgancha shu moddiy, ma'naviy deganda qanaqa, misol xudo xolisa rosa ham orzularim katta-da. Shunaqa o'quv markazlarini ochib, misol qiynalgan oilalarga bepul darslarni o'sha o'tkazib, o'sha katta xayriyalar qilib, savob ishlarni qilib, shu o'zimdan yaxshi nom, shu yaxshi amallarni qoldirish niyatim. Inshaalloh niyatingizga yeting va ko'rsatuvimiz davomida sizdan jonli ijro eshitsak nima deysiz? Mayli, yodlamayman. Men yaxshi ko'rgan qo'shig'im Sog'indim qo'shig'imda. To'g'risi Ramazon oyida juda ham muxlislarimni sog'indim. Mana shu hayitni tabrik yo'llab, mana shu 1 oylik tanaffusdan keyin shuna paydo bo'lgandan keyin muxlislarimdan juda ham sizga bitta shunaqa imkoniyat beramiz, mana kameralarimizga qarab, hammani tabriklab, tabriklashlaringizni, o'z muxlislaringizni hammani tabriklab, jonli ijro. Marhamat. Xo'p. Avvalambor barcha yurtdoshlarimiz, musofir yurtlarda yurib bizani mana shu intervyularimizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz, barcha muxlislarimiz, hammanglarga men birinchi o'rinda sog'lik, salomatlikni tilab qolaman, chunki pandemiya vaqtida inson bildiki, qancha insonni puli, amali bo'lsa ham, lekin yordam bera olmasdan bu dunyoda ko'z yumgan yoki og'ir xastaliklarga chalinib qolgan insonlarimiz bo'ldi. Shuning uchun men birinchi o'rinda hammaga haqiqiy boylik, sog'lik tilab qolaman. Undan keyin butun yurtimiz, dunyoyimizda tinchlik bo'lsin. Chunki tinchlik bor yurtda har doim go'daklarni sho'x-shodon kulgulari, yig'ilari eshitilib turadi. Duogo'ylarimiz, ota-onalarimiz, hoji ota, hoji onalarimiz duoda bo'lib, uylarimizni farishtasi bo'lib, tinch, xotirjam, halovatda yotishadi. Shuning uchun tinchligimiz abadiy bo'lsin, yurtboshimiz sog' bo'lsinlar, hamma o'ylagan yaxshi niyatiga erishsin. Har bir fayzli xonadonda faqat yaxshi kunlar bo'lsin, hech kim yomon kun ko'rmasin. To'g'ri, hayotda har doim hamma narsa bir tekisda ketmaydi, lekin bu hayot shunaqaki, azizlar, bilasizlarmi, sinovda. Bu misol uchun yo'qchilikni ketidan to'qchilik keladi, misol uchun yo'qotishni ketidan topish keladi. Bu hammasi yaxshilikka, bir sinovdan. Agar biz shu sinovlardan chiroyli o'tsak, hammamiz ham o'ylagan yaxshi niyatlarimizga erishib, bu dunyoda eng baxtli insonga aylanamiz. Men o'zimga nimaiki tilasam, yaqinlarimga, ota-onamga nima tilasam, men barcha aziz yurtdoshlarimizga, Allohim yaratgan shu qalbi pok bandalarga, insonlarga shu go'zal niyatlarni hammasini tilab qolaman. Doimo sizlarni yaxshi ko'rib, sog'inib yashayman. Men sizlarni o'rninglarni mana shu pandemiyada ham, mana hattoki Ramazon oyida ham bildim, juda ham yaxshi ko'rar ekanman sizlarni, juda ham sog'indim. O'shaning uchun mana shu sog'inganim uchun, muxlislarim uchun Sog'indim qo'shig'ini ijro etib beraman. Lekin ancha bo'ldi qo'shib aytmaganimga, o'shaning uchun endi kami-ko'stlariga uzr. Yuragim so'raydi, tinmas bugun seni sog'ingan shu tun. Seni yana ko'rmoqlikni istadim. Jonim meni seni sog'indim seni, jonim qayt ortga. Sog'indim seni, kelgin bir bor yonimga. Sog'indim axir, qayta qol ortga. Sog'inib seni, ahvolim og'ir. Doimo bir-birimizni sevib, sog'inib yashaylik. Aytganingiz kelsin. Bu ko'rsatuvimizning oxirgi daqiqalari edi. Ko'rsatuvimiz haqida qisqacha fikringiz? Ko'rsatuv haqida. Yaxshi yomon savollarga uzr. Yo'q, juda ham menga yoqdi, ijobiy. Hech qanaqangi bir ortiqchani bir xil intervyularda bo'ladi, g'iybat, kim nima qilgan, kimni yomon ko'rasiz, unaqa savollar bo'lmadi. To'g'risi yomon ko'raman unaqa savollarni. Men har doim birinchi o'rinda o'zimdan, o'sha ishimdan gapirish xohlayman. Kimnidir g'iybatini qilib, gunohga botib, buni
gunohini olish to'g'risi xohlamayman. Shuning uchun menga juda ham yoqdi. Kayfiyatim ko'tarildi, suhbatlardan juda ham chiroyli savollar berildi. Sizga ham rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Mana shunaqa chiroyli ko'rsatuvlarni ochib boshlabsiz. Omadingizni bersin. Gullab o'zini muxlislariga, auditoriyasiga ega bo'ladigan, olqishlarga sazovor bo'ladigan ko'rsatuv bo'lsa, mana siz ham ijodkor insonsiz, sizga ham omadingizni bersin. Doimo yuzlaringiz yorug' bo'lsin, boshlagan har bir ishlaringiz xayrli, barokatli bo'lsin. Alohida taklif uchun kattakon rahmat. Sizga ham kattakon rahmat va albatta azizlar, bizani glavniy homiymiz, bosh homiyimizdan sizga arzimagan bo'lsa ham sog'aladi. Sog'layapsizlar. Rahmat. Va albatta Leyla xonandamiz o'qishni juda yaxshi ko'rganlari uchun sizga juda ham sevaman. Oyim aytadi, o'qib charchamadingmi deydilar. Men aytaman, aytishgan. 5dan qabrgacha ilm izlagin deb. O'shaning uchun juda yaxshi ko'raman. Rus tili, ingliz tili razgovorlarni to'g'rilamoqchi bo'lsangiz, mana sizga 10% chegirma bilan zo'r ko'raman. bemalol eshiklarni tepib kelishingiz mumkin. Voy, rahmat. Kattakon bo'ldi. Albatta kelamiz. Xudo xolisa, mana so'g'uvchi alohida kattakon homiylarimizga ham rahmat deb qolaman. Ularga ham omad. Xudo xolisa kelamiz albatta tillarni o'rganishga. O'zi ingliz tiliga qatnashaman, ingliz tilini o'rganaman deb turdim, qarang. Kakrasani kelasiz. Xudo xolisa. Inshaalloh. Va albatta azizlar, Assalom TikTok loyihasining 3-soni o'z yakuniga yetdi. Keyingi xonandamiz yoki TikToker yo bloger kim bo'lishi kelishini xohlasanglar, opsiyaga yozib qo'yinglar va albatta podpisatsiya tugmasini bosishni unutmanglar. Mak bo'ldi. Azizlar, Kingdom Education'dan ajoyib tanlov. Shahrimizning markazida joylashgan Kingdom Education markazi barcha yoshdagilar uchun o'z xizmatlarini tavsiya etadi. Markazda aniq fanlar, matematika, ximiya, fizika, biologiya, tarix va ona tili adabiyot, shuningdek rus tili, ingliz tilidan malakali mutaxassislar ta'lim berib kelmoqdalar. Darvoqe markazda abituriyentlarni oliy ta'lim muassasalariga tayyorlash ham yo'lga qo'yilgan. Undan tashqari Kingdom Education markazi Pre-IELTS, IELTS ga tayyorlov o'quv kurslarini ham taklif etadi. Kingdom Education'da shuningdek 2,5 yoshdan katta bolalarning intellektual salohiyatini oshirish va ularni maktabga tayyorlash o'quv kurslari ham yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, markaz qoshida Kingdom Kindergarten nomli maktabgacha ta'lim muassasasi tashkil etilgan bo'lib, 5 kun ichida 2 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolajonlarga mohir qo'llar, ingliz tili klubi, tasviriy san'at, gimnastika va ko'plab mashg'ulotlar taklif etiladi. Kingdom Education Zone. Manzil: Toshkent shahar, Xalqlar do'stligi ko'chasi 11-A uy, Istiqlol san'at saroyi ro'parasi.